Kimda kim Ramazonga iymon keltirib, Ramazon uchungina gunoh ma'siyatlarni qilmay turgan bo'lsa, bilingki Ramazon tugadi. Va yana kimda kim Allohga ibodat qilib, Alloh uchungina solih amallar qilgan bo'lsa, bilinglar, Alloh o'lmaydi, boqiy, hayyul qoyyum bo'lgan zotdir. Bu islom dini zalolatga botgan nasorolarni dini emaski, 11 oy xohlaganingizni qilib yurib, bir oy xuddiki ular pivaga cho'milib, mana gunohlardan poklandik deydigan. Alloh subhanahu va taolo ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis-silmi kaffah dedi. Ya'ni islomga to'laligicha kiring. Faqatgina jumavoy bo'lmang, juma namoz o'qiydigan. Yoki faqat Ramazonda ibodat qiladigan Ramazonvoy bo'lmang. Yoki mana shu Makka Madinalarga kelib ibodat qilib, mana men hoji bo'ldim, Allohning uyini ko'rdim, gunohlardan poklandim deb yana o'zingizni vataningizga borib xohlaganingizni qilib yuradigan bo'lmang. Udkhulu fis-silmi kaffah, ya'ni to'laligicha kiring dedi. Barchalarimizga islom bilan yashab, islom bilan o'lishlik nasib qilsin.